Hello do'stlar, sizlar bilan Master Shoh va bugun juda ham ajoyib missiya bajaramiz. Mana men va ortimda esa Arsekrat. Salomlashib qo'ying. Hammaga salom bolalar, kanalga like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Короче, videoni boshladik. Ha, boshladik. Hoy, Arsekrat, nimalar oldingiz? Menda qilich bor, keyin o'q bor, keyin kamon bor, keyin mana dubulg'a bor. Bundan olmadingizmi bundan? Mana pistolet olmadingizmi? Pistolet menga berilmagan. Esim chiqibdi. Ha mayli, qo'lda. va non. Mayli, qo'lda urishasiz siz. Aha, okey, ketdik. Do'stlar, xullas biz nima qilishimiz kerakligini aytaman hozir. Bitta joyda qayerlardadir bir binoni katta zavodmi, stansiyami o'shanqa joyni pigmentlar egallab olibdi va o'zini spavnerlarini qo'yib ketib qolibdi. Biz esa ularni qutqarishimiz kerak o'sha joyni. Keyinchalik odamlar yana qaytib kelib, o'sha zavodni yurgizib boshlashadi. Adashmasam mana shu tomonlarda edi. Xo'sh, hamma narsaga tayyorlanib oldingizmi, Arsekrat? Men mana parashyut bilan tushayda men. Hop. Olg'a. Ana ko'rinib qoldi o'zi. Tushib oldik. Pistolet bilan yoraman ularni. Ketdik. Hozir asta-asta uraman. Pistolet deyiladimi o'zi? Pistolet. Pistolet. Miltiqmi? To'pponcha bilan, ha. Ketdik. Men birinchi boshlab beraman, короче. Pigmentlar, yaxshilikcha ketinglar. Urib qo'ydim. Qani bu? Ma. Bu qiyin-ku bu pistoletda. Otaman. Menga deydi. Qochdim. Buyoqqa. Qaysi biring bo'lsin? Yo'q. Urish kerak, ularni o'ldirish kerak. Faqat sizni o'ldiryapti. Bularga men hujum qildim birinchi. Qo'lda uring sizda. Ma. Meni ham urib boshladi. Mana bolalarni. 4 ta bolasi. Bu nima? Bu nima? Ma. Birovni uyini bosib olish mazzami ularga? Nima qilmoqchisan o'zingcha? Pistoletim bilan otaman. Spanerlarni. Menga ham hujum qilyapti bular. Pistolet bilan urish unchalik ham bo'lmas ekan. Men health'ni to'ldirib olay. Ovqat ham yeb olishim kerak. Bitta spawner ketdi. Vodat faqat qo'ymayapti. Men urmayman hozircha. Bekor urib qo'yibsa, kallani ishlasa bo'lardi, shunchaki yo'q qilsa ham bo'lardi-ku. Yo'qol. Kelavermaslik kerak edi. Ular cho'ta chekinmoqchi emas. Ma. Kelyapti. Otani o'ldiraman. Tegmay qolyapti. Hozir o'lsam tamom hammasi. Men 11-chi HP 11 bo'ldi. Meniki 7 hali. Voy palagat. Qani bular? Qani? Ularni hozir hammasi menga kelyapti. Komanda o'tirib chalib turing siz. Keyin hammasini bir tozalab yuboramiz, bo'ldi. Mana darvoza bor ekan-ku. Qaydasiz? Bu tomonda ekansiz. Ular hayotda komanda o'ynasa kerak. Komanda otib yuribdi. Yordamlashaman, keyin birma-bir titib boramiz. O'ldimi? Ular bot ekan hammasi. Bot, ha? Juda ham ko'p deb aytishgan, lekin ko'pi o'lib ketgan ekan-da. Kallasiga qoqaman shunday sakrab. Hop. Urib oldim. Mana men urdim. Endi bu yoq. Bolada bu. Olma bormi? Shuni qara. Yo'q. Do'stlar. Ko'ringlarmi, inventarim o'sha turibdi. Menga shunaqa mod berildi, yutishim uchun, titishim uchun bularni. Ma. Men otib o'ldirdim. Men hiyolonman. Qani bular, qolmadimi? Qolmadi, yo'q. Qolmagan bo'lish kerak. Qolmadi. Missiya juda ham oson ekan, osongina bajarildi, to'g'rimi? Bundan qiyinroq golemlarga qarshi chiqamiz biz. Hali golemlarga ham qarshi chiqamiz bemalol.
Golemlar 4 ta 5 ta olib kelsin. Do'stlar, bu safargi videomiz juda ham qisqa bo'ldi, ya'ni juda ham oson va ajoyib bo'ldi. Keyingi safar agar yana videoyimdagi like 20 tadan oshsa, golemga qarshi urushamiz. Golem emas, juda ham ko'p golemlar. Ularni tutamiz. Hali dahshat ko'p avtomatlar bor. O'shalarni ishlataman, ko'rasizlar qanday zo'r bo'lishini. Arsaycraft bilan nima deng? Короче, bolalar hammaga kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Ekranga to'g'ri qarab aytadi-da, har tarafga bitib qarab yotibman men. 1000 ta bo'lishi kerak. Master. Ha, 1000 ta bo'lish kerak. Men 800 taman hozircha. Ozgina qoldi. Obuna bo'lib qo'ying. Okey. Xayr.